Toshkent shahrida barpo etilayotgan ko'p qavatli qurilish obyektlarining zilzila bardoshlik darajasi, qurilish jarayonlaridagi ishlar sifati va umumiy texnik holatini o'rganish maqsadida Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan tizimli va bosqichma-bosqich monitoring ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Shu kabi o'rganish jarayonlaridan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Monitoring jarayonida qurilish ishlarining belgilangan me'yor va talablarga muvofiq ekani, binolarning seysmik barqarorligi, texnik hujjatlar bilan uyg'unligi hamda xodimlar tomonidan mehnat muhofazasi qoidalariga amal qilinayotganligi o'rganilmoqda. Shuningdek, qurilish obyektida belgilangan ekologik talablarga ham rioya etilayotganligi qat'iy monitoring qilinyapti. Yashnobod tumanidagi qurilish obyektlaridan birida o'tkazilgan o'rganish jarayonida qoidabuzarlik holati aniqlandi. Xususan, armatura karkas to'qish ishlari belgilangan talab va qoidalarga rioya etilmagan holda bajarilganligi, shuningdek foydalanilayotgan armatura mahsulotlari zanglagan holatda ekanligi aniqlangan. Mazkur qoidabuzarlikni bartaraf qilish bo'yicha bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi hamda ijrosi nazoratga olindi. Agarda mazkur yozma ko'rsatma talablari belgilangan muddatda qurilish mas'ullari tomonidan bartaraf etilmasa, ma'muriy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirildi. Bundan tashqari, qurilish mas'ullari tomonidan obyektda texnik xavfsizligi talablari yetarli darajada ta'minlanmaganligi ma'lum bo'ldi. Shu bois qurilish jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Eslatib o'tamiz, ushbu yo'nalishdagi nazorat reyd tadbirlari davom etmoqda.